onkologiki yoki saraton yoki rak bu so'zdan ham odam qo'rqadi. Xudoyim toqatingdan oshig'ini bermayman degan va'dalari bor. Xudoyim ham meni o'zimga yarashasini bergan. Men agar shu kasal bo'ldim deb yotib olsam, meni atrofimda juda ko'p qora ko'zlarim bor. Kasallikda odam siraz tushkunchilikka tushadi, vahimaga tushadi va yotib oladi. Meni hech qatim og'riyotgani yo'q, hech nima bo'layotgani yo'q. Men o'zimni kasal deb hisoblamayman. Davosini Hindistonga tashlabdi. Mana Hindistonga keldim. Mana sizlar orqali shu davosini topganman. Eng kuchlisi, eng baxtlisi, eng chiroylisi, eng sog'lami o'zimman degan aqidaga rioya qilib, o'zimni ushlab olishga harakat qildim. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Qandaysiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Qanday, sog'lig'ingiz qanday? Xudoyim sizlarga ro'para qilgandan beri juda yaxshiman, Xudo xolasa. Sizlar sabab ancha anaqa sog'liqlarimni tiklab oldim. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Yaxshi ham shutga kelgan ekan biza, yaxshi ham Allohim sizlarni ro'para qilgan ekan. Dardimga shifoni shutga tashagan ekan. Sizlar orqali shutga kelib, dardimga juda yaxshi shifo olyapman. Rahmat, boringlarga shukr. Opa, endi bunaqa kasallik baribir avvalambor hech kim kasal bo'lmasa, lekin bunaqa kasallik bo'lganda odam borku, sirazi tushunchilikka tushadi. Tushkunlikka tushib ketadi. Endi bunaqa holat sizda baribir kuzatilganda qanaqa bo'lgan? Yo'q, menda kuzatilganda boshida bolalarim menga ochiqchasiga aytishmadi-da, sal uchini masalan hayot tajribasidan kelib chiqib, men ozgina bo'lsa ham bu narsadan xabardor bo'lganim uchun men bitta anaqaga rioya qildimki, eng kuchlisi, eng baxtlisi, eng chiroylisi, eng sog'lami o'zimman degan aqidaga rioya qilib, o'zimni ushlab olishga harakat qildim. Chunki bolalarim menga qarab turishibdi, hammasi ko'zi mo'ltillab. Shuning uchun eng sog'lami, eng go'zali, eng chiroylisi, eng anaqasi o'zimman deb. Lekin mana sizlar sabab men shu anaqa bilan 4 oydan beri anaqa qilayotgan bo'lsam, ninaday men og'riq hech qanaqasiga, na operatsiyada, na lecheniyadan, na boshqada hech qanaqa og'riq sezganim yo'q. Men bu kasallik ko'plar og'riq bilan o'tadi deb aytishgan edi, lekin men o'zimda og'riq sezmadim. Halizgacha eng sog'lami, eng go'zali, eng chiroylisi o'zimman. Juda zo'r gap yo'q, lekin sizdek ayol shunaqa o'zi mana sog'lom inson ham bu gap o'zi gapirish o'zi katta narsa va siz shunaqa kasallikka chalinib o'zini kasal ham his qilmaysiz va umuman kasalga ham o'xshamaysiz va endi men o'ylayman baribir bu hozir aytib o'tdingiz, mana farzandlar, yaqinlar sizni buni o'ylashga ham yo'l qo'yib bermadilar bular. Endi bo'lmasa bunaqa kasallikda odam siraz tushkunchilikka tushadi, vahimaga tushadi va yotib oladi. Chunki qo'rqadi va bu so'z hamma vahimaga tushadi va endi shunaqaki bo'ldi, endi hayot tugadi, endi hech narsa qilib bo'lmaydi, baribir hamma keyin o'limni kutadi. Lekin unaqa emas. Mana Xudoga shukr, mana shunaqa kasalga chalindingiz va umuman kasallik deb bilmadingiz va oddiy qabul qilib, oddiy gripp bo'ladi-ku, shunga o'xshab o'zi shunaqa yangab va mana lecheniya oldingiz, operatsiya bo'ldingiz, undan keyingi lecheniya ham davom etyapti va shunaqa chiroyli o'zi hammasini ko'tarib va hech qanaqa o'zi asoratsiz hammasini chiroyli ko'taryapsiz va go'yo endi qanaqa aylanganda endi Hindistonga, Toj Mahalga ko'rganda kelib va lecheniyalarni olib endi qanaqadir boshqacha endi aylanib ketyapsiz desa bo'ladi. O'zi kulib, o'ynab va keyin ishlarni bitirib bir hafta ichida, ya'ni o'zi bu olib ketyapsiz. Endi bu narsa o'sha payt sizga shu narsa o'zi kasallikka chalinganda baribir endi bo'ladi. Endi tabiiy narsa. Qanaqadir nima kuch bergan sizga u payt? Qanday shuncha kuch topgansiz? Kim o'zingizda shu narsa oldindan sizda bor edimi yoki atrofdagi muhit u qator rol o'ynadimi?
qanaqa? Xudoyim toqatingdan oshig'ini bermayman degan va'dalari bor. Xudoyim ham meni o'zimga yarashasini bergan. Men agar shu kasal bo'ldim deb yotib olsam, meni atrofimda juda ko'p qora ko'zlarim bor. Boshi xo'jayinim borlar, o'g'il qizlarim bor, nevaralarim bor, jigarlarim bor. Hamma menga qarab turibdi. Hamma mendan ana ovatdi-da, nima qilar ekan deb. Men o'shalarning yonida, ha, kelayotgan ekan deb oyoq qo'limni uzatib, Xudo avlo deb yotib olsam ham bo'lardi. Menga qo'shilib atrofimdagilar ham ezilib ketardi. Shuning uchun men ularga motivatsiya bergim keldi. Kelganda chiroyli kutib olishga, chiroyli muomala qilishga, salomalik qilishga ana ko'rdim. Agar o'tirsam ham bolalarim ana qilib ketadi. Etbetingiz og'riyaptimi? Etbet. Mana Xudoning ham bandasini ham yonida aytaman, meni hech qachon og'rimadi. Nimaga men endi o'zim shu kasal ekanman deb bitta joyim og'rimasa, bashaq qilmasa, atrofimdagilarni ham yotqizib qo'ymayman-ku. Ular hammasi mendan motivatsiya olishadi. O'g'illarim ham, qizlarim ham, yaqinlarim ham hammasi meni deb kelishadi, meni deb yurishadi. Ko'rgani kelishadi, Hindistonga borib keldi, nima qilibdi deb. Ammo yo'q joydan gapirmayman-ku, borini gapiraman. Meni hech qatim og'riyotgani yo'q, hech nima bo'layotgani yo'q. Men o'zimni kasal deb hisoblamayman. Men kasal emasman, Xudo xolasa. Demak, siz sababni to'g'ri qildingiz. Sababni qilib, mana Hindistonga kelish kerak bo'lsa ham keldingiz. 4 oydan beri lecheniya olyapsiz va u yerda ham baribir mahalliy doktor nazoratida bo'lib lecheniyani oldingiz. Yana hindistonlik shifokorlar O'zbekistonga borganda tavsiyaga qarab yana Hindistonga keldingiz, lecheniyalarni oldingiz, operatsiya bo'ldingiz va undan keyin ham lecheniya davom etyapti. Yaqinda Hindistondan doktorlar O'zbekistonga borganda yana tavsiya berdilar. Yana ya'ni kichkina muddatga bir borib, yana baribir tekshiruvdan o'tib lecheniyani davom etish kerak deb maslahat berdilar. Endi bu jarayon hammasi mana 4 oylik to'liq lecheniya olayotgan, hali ham bu to'liq 100% lecheniya bo'lgani yo'q. Nimagaki, endi baribir bizni kuzatib turganlarga bu narsa juda ham baribir muhim, ko'pchilikga juda ham qiziq. Endi opa, endi ochiqcha gaplashish kerak, tibbiyotda uyat yo'q. Opa ko'krak bez kasallik bilan chalingan edilar, lecheniya oldilar va lecheniya ham juda katta rol o'ynaydi va undan oldin, lecheniya boshlanishidan oldin aniq tashxis, aniq xulosa, yana nima kasallik sababdan chalingan. Endi ko'krak bezda ham endi oddiy kista bo'lish mumkin, oddiy bir adenoma bo'lish mumkin edi yoki onkologik xavfli kasallik bo'lish mumkin. Bunda ham turlar juda ham ko'p. Endi buni chuqur tekshiruvdan o'tkazib, biopsiya qilib, hammasini qilib aniq diagnoz qo'yildi va ko'krak bezda turlar juda ko'p va o'shaning uchun turlar ko'pligi sababli lecheniya ham juda ham ko'p. To'g'ridan to'g'ri lecheniya olib borsa, albatta aniq tashxisga qarab, keyin hammasi u maqsadga muvofiq bo'ladi va opaning farzandlar shu darajada bularni yaxshi ko'radilarki, ular qarab o'tirmadilar va bular kasallikka chalinganda siraz bular harakatga tushganlar. Bularni aytmasdan, bularni bildirmasdan nima qilish kerak bo'lsa hamma narsa jon qo'ydirib kelganlar va farzandlar vaqti yetmayotganda farzandlar bir-biri bilan almashtirib, chunki hamma yaxshi lavozimda ishlayotgan uchun va u yerdagi vazifa baribir endi to'liq vaqt bermayotgan sababdan farzandlar orada bu vaqt kelishilgan holda ketma-ket kelib ketish u juda katta narsa. Men nimaga bu to'liq aytib beryapman? 4 oydan beri lecheniya olyaptilar. Ya'ni birinchi onkologik kasalga kimdir chalinganda aniq tashxis bo'lsa, shunga qarab lecheniya qilsa, ya'ni birinchi lecheniya oldilar, keyin operatsiya bo'ldilar va operatsiyadan keyin ham lecheniya davom etyapti va hali ham lecheniya tugagani yo'q. 4 oy bo'ldi va hali yana 2 kurs lecheniya olish kerak, kimyoterapiyalar va keyinchalik nur ham olish kerak. Endi bu narsalar nimaga bo'lyapti? Endi ko'pchilikga bu qiziq bo'ladi. Chunki opaning tur shunaqa chiqqanki, bu turda birinchi kimyoterapiya olish kerak, keyin operatsiya qilish kerak bo'lgan. Operatsiya ham ko'krakni saqlagan holatda qilingan. Bo'lmasa variant bor edi. Buni olib tashlasa bo'lardi to'liq. Lekin baribir ayol kishi uchun bu narsa juda ham muhim. Endi opa yosh katta bo'lsalar ham baribir farzandlar yo'q, lecheniya ko'p davom etsa ham mayli, bu narsa ayollar uchun muhimroq saqlab qilinadi degan fikr bildirgan doktor tomonidan saqlashga harakat qilingan va saqlab
qilingan, Xudoga shukr, va keyinchalik lecheniya baribir davom etyapti va yoshlar, ko'p ayollarda bu muammo hozirgi kunda juda ko'p uchrashadi va birpasda olib tashlash oson, lekin saqlash qiyin. Bizda saqlagan holatda operatsiya qilinadi. Opaning saqlagan holatda bu operatsiya qilindi. Siz boysiz. Sog'lik, Voy. sog'lik eng katta boylik deyiladi. Sog'lik eng katta boylik va siz juda boysiz, chunki Juda boy. farzandlar atrofda bor va sizni yaxshi ko'radigan farzandlar bor va o'shaning uchun sizga baxtli va saodat va har doim sizga omad tilayman. Hech qachon kasal bo'lmay, o'zingizni ehtiyot qilib yuring. Rahmat, siz ham sog' Sog' bo'ling, bo'ling. sog' Allohim bo'ling. xayrli ishlarda bardavom qilsin. Amin, aytganingiz Faqat kelsin. yaxshiliklarda ko'rishib yuringlar. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling, umringiz xayrli Rahmat. amallarga boy bo'lsin. Rahmat.